Jannatga olib boruvchi duo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: kim bu duoni ertalab o'qib, kechgacha vafot etsa, u jannat ahlidan bo'ladi. Kim uni kechqurun o'qib, to'ngacha vafot etsa, u ham jannat ahlidan bo'ladi. Ey Robbim, qilgan gunohlarimning og'ir oqibatlaridan o'zing asra. Katta musibatlardan va qabr azobidan o'zing saqla. Mening darajamni tushiradigan yomon xulqlardan asra. Zarar keltiradigan do'stdan, sendan uzoqlashtiradigan orzu-umidlardan, seni unuttiradigan kambag'allikdan va halokatga olib borishi mumkin bo'lgan boylikdan asra. Sevgan solih bandalaringga bergan ne'matlaringdan menga ham ato et va rahmatingdan uzoqlashtiradigan narsalardan meni saqla. Jonimni islom holida ol va qiyomat kuni meni musulmon holimda tiriltir. Meni o'z rahmatlaring bilan o'rab ol va azobingdan najot ber. Ey Robbim, hayotim davomida meni o'z panohingda saqla va vafotimdan keyin gunohlarimni mag'firat qil. Ey Alloh, agar men uchun hayot yaxshiroq bo'lsa, umrimni uzaytir. Agar o'lim yaxshiroq bo'lsa, jonimni ol. Dajjol fitnasi kelishidan oldin jonimni olgin. Meni haq yo'lda bo'lgan holimda, oxirgi so'zim kalima shahodat bo'lgan holda bu dunyodan olib ket. Jonimni islomdan tashqarida olma. Ikki dunyo saodatini ato et va seni tanish imkonini ber. Senga nisbatan chin qo'rquv taqvoni nasib et. Seni ko'p zikr qilishga va senga itoat etishga muvaffaq qil. Harom narsalarni tark etishga kuch ber. Seni sevmaslikdan asra. Senga ma'qul bo'lgan xulqni ato et. Senga yaqinlashtiradigan ilm ber. Dunyo boyligidan faqat halolini nasib et. Sendan boshqaga ibodat qilishdan saqla. Hayotimni ibodat bilan o'tkazishga yordam ber. Amallarimni qabul qil va meni riyodan, ikkiyuzlamachilikdan, odamlar ko'rsin, bilsin va maqtasin degan niyatdan asra. Tilimni yolg'ondan, ko'zlarimni xiyonatdan saqla. Albatta, sen qalblardagi barcha sirlarni biluvchisan. Ey Robbim, sendan sihat salomatlik, mustahkam iymon, amonatga xiyonat qilmaslik, yumshoq xulq, odamlar bilan til topisha olish va taqdiringga rozi bo'lishni so'rayman. Ey Robbim, senga yoqadigan amallarni qilishga kuch ber va senga yoqmaydigan ishlardan voz kechishga yordam ber. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlari bilan yashashni nasib et. Ey Robbim, sen mening parvardigorimsan. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen meni yaratding va men sening qulingman. Men senga hech kimni sherik qilmayman. O'z qo'llarim bilan qilgan yomonliklarimning zararidan senga panoh tilayman. Menga bergan ne'matlaringni e'tirof etaman va gunohlarimni tan olaman. Meni mag'firat qil. Albatta, sendan boshqa hech kim gunohlarni kechira olmaydi.